Hurmatli ustozlar, xabarlaring bor. Hozirgi kunda milliy sertifikat uchun imtihonlar bo'lmoqda. Shu haqida biroz gaplashmoqchiman. Aynan sizlar bilan vaqtim bemaloligi uchun. Xo'p, oshxonadaman. Qaranglar, hurmatli ustozlar, esseni yozayotganda nimalarga e'tibor berish kerak? Esseni yozayotganda albatta kirish qismiga e'tibor bering. Kirish qismini yozayotganingizda mavzuni bir necha marotaba o'qing. Mavzuni bir necha marotaba o'qiganingizdan keyin mavzuni bir necha marotaba takror o'qib, undan so'ng esse yozishni boshlang. Kirish qismida mavzuni ikkiga bo'lib oling. Ya'ni sizdan asosan ikki xil argument tushadi. Shuning uchun ikkala argumentni o'zaro bir-biriga ikkita mavzuni ikki qismga ajratib oling va hech qachon kirish qismini tezisini so'roq shaklida bermang. Darak shaklida bering. Shu birinchi qiladigan ishingiz. Va birinchi qism, asosiy qismlarni birinchi va ikkinchi qismini albatta dalillab yozishga harakat qiling. Ya'ni qanchalik ko'p dalillasangiz, shunchalik yaxshi bo'ladi. Mana qarang, fikr ketadi, undan so'ng esa sizning mulohazangiz ketadi, undan so'ng esa dalil ketadi. Mana shu ketma-ketlikda. Va mening fikrimcha qismini yozayotgan paytingizda, mening fikrimcha qismida siz o'zingizni pozitsiyangizni oling. Ya'ni menga u ham bo'laveradi, bu ham bo'laveradi emas. Siz har ikkalasini tanlamang, bittasini tanlang. Yo u pozitsiyani tanlang yoki bu pozitsiyani tanlab olishingiz kerak bo'ladi. Mana shundagina sizga to'g'ri yo'naltira olgan bo'lasiz. Keyingisi va ekspert ahamiyat beradigan narsalardan biri aynan mana shu mening fikrimcha va kirish qismi hisoblanadi. Kirish qismi va xulosaga hech qachon maqol, matal, aforizm yoki yangi fikr yozmang. Xulosaga yuqorida aytib o'tilmagan yangi fikr, yangi g'oya bera ko'rmang. Agar shunday qilsangiz, sizni balingiz pasayib ketishi mumkin. Shularga e'tibor bering, kamida 70 plyus chiqadi. Va kimga esse yozish uchun maxsus kurs kerak bo'lsa, plyus ishorasini qo'ying va mana shu Zulfiya To'ychi va kanaliga menga ulanib oling.